19 milyon 800 baraka bo'ldi. Aka necha pulga ketdi bu? 38 ikkalasi bir joyga. Samarqandning Paxtachi tumani Kalilin seshanba mol bozoridan 9-iyun 2026-yil haftaning seshanba kuni bilan videolarimizni albatta boshladik. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi albatta mol bozor narxlariga qiziqqan insonlarga zo'r qilib bozor narxlarini yoritib beramiz. Albatta kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar bo'lmasam, biz sekingina boshladik. To'liq videolarni YouTube'da ko'rishlaringiz ham mumkin bo'ladi. Mana bir-biridan ajoyib, chiroyli holatdagi chorvalar, ho'kizlar chiqqan narxlarni hozir ko'ramiz. Har xil turlardan bor. Aka, puli qancha bo'ldi buni? 36 milyon 500 aytilishi. Bozor nima so'rar ekan buni? 36,5 so'rayapti. Ha, bozor so'rayapti. 40 aytilishi. 40 aytilish, ha? Bo'ladi. Yo'q, ajoyib. Nasl limonlarga qiziqqan. Aka, necha pul bo'lyapti narx-navlari buni? 35 million so'm aytilish savdosi bor ekan. Bozor nima so'rayapti bular? Bozor aka 32, 33 har xil so'rayapti. 32 million so'm so'rayapti. 33, 30 milliongacha aka. savdo qilyapti. 1,5 yasharlik buzoqcha mana aka. Yoshi bilan salgina o'tgan ekan. Taroziga qanchadan? 68 ming bersinlar. 68 62 dan so'rayapti mana aka. Zo'r. Katta qo'rg'on nima bo'ladi? Katta Qur'onnik, ha? Savxal aka. Kurakchi bormi, yo'qmi hali? Kuragi. Yo'q, ha, buzoq. Gigant ho'kizlardan boshladi akalar. Necha pul so'rayapti buni? Buni 37 bilan so'ralyapti. 37. Ha, paxtachidan ne'mat qilyapti. Paxtachidan Ne'mat akamizniki ekan. 37 million so'm baho so'ralyapti. Assalomu alaykum. Bo'ylari taxminan akalar 1,5 metrdan kilosida kelyapti. Molanchagina go'shtdor. Bo'ylari ham uzun, novchador. Nima deydi? Oldi ham, orqasi ham bir xil bashdi. Boqqanga rahmat dedik-ku, mashalloh. Bozor necha pul so'ra aka? Bozor 37. Bozor 37 million qilyapti ekan. Tarozigachi aka? Tarozi. Jivoy veska so'ragan yo'q, ha? Yaxshi mana. Ona bola sigir qancha bo'lyapti aka? Mana bola sigirga 25 bo'lsa beramiz. Qaysi buni bolasi? Mana shu. 25 bo'lsa beraman deyapsiz. Bolog'ini olsin. Nechinchi qoringa? 3-chi bolasi aka. 4 litr suti bor. Mana. 3-chi qoringa ekan akalar bolasi. Uçmasi shu 4-5lari borda menimcha ham. Bolasi unojin. Aka tishi nechta bo'ldi buni? Qancha bitta? Bo'ladi zo'r. Necha pul bo'lsa berasiz buni? Necha pul bo'lsa berasiz? 24 bo'lsa beramiz aka. 24 bo'lsa berasiz, ha? Ertani oqshom, ha? Ertaga kechga. Ertaga kech. Nomer necha? Qaysi nomeringiz? 94 375 375 69 96. Dastlabki ham bor. Bay, mashalloh. Sigirni go'zalligini qarang akalar. Bolasi ho'kizcha ekan. Nechinchi bola bu? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. 20 ta suti. 20 ta ustiga garantiya. Yilini qarang, uni taglarini kengligini. Gap bo'lishi mumkin emas. Qancha bahosi? Bahosi 45 million. 45 million savdosi bor. Kelishda yo'lda bo'laveradi. Mana, akalar sigirni orqalariga e'tibor qiling, korobkalariga. Bolasi ho'kizcha. Nechinchi qorin bola? 3-chi qorin. 3-chi qorin. Bozor nima so'radi?
40 so'radi. 40 milliongacha so'rayapti. Mol paxtachiniki, nomer bormi? Dastavka ham bor. Nechira? 94lik 736 0524. Bozor 25 million qilyapti, 7 oylik bo'g'oz varianti. Ko'ringizlar akalar. Aytilish qancha? 30 millionmi? Aytilish 30 million ekan. Nechinchi qoringa bo'g'oz? Nechinchi qoringa bo'g'oz? 3-chi qoringa bo'g'oz. 7 oylik bo'g'oz deyapti. 3-chi qoringa. Eti yaxshi lekin bo'g'oz mol et oladi-da. Dastavka bormi? Bor dastavka. Qaygacha? Paxtachi bo'ylab. Paxtachi bo'ylab. Nomer ayting. 97lik 265 97 365 68 48. 68 48. Necha tish bo'ldi aka bu? Yoshmi hali? Ko'rmadingiz ha? 4 tishli bersang ham mayli. 4 tish. Ha. Sement alishqi bozorlariga akalar ko'ringizlarcha narx-navolarni o'rganamiz. Akalar nech bilan bo'lyapti sementalchalar? 35 ga 45. Qisir ham bular. Bo'g'ozmi? Necha oylik bo'ldi? 1 oylik. 1 oyliklar asal bilish qiyin-a? Bilish qiyin. Birinchi qoringa ekan. Bozor nima so'rar ekan buni? 29 ga 36 million so'rar. Bu necha oylik? U ham ikkovsi bir xil. Faqat jasadi yirikroq buni. Onasini esa oyoqdan ham. Mana akalar xullas. Kontent qilishda ham o'zi bo'lmaydi bozorda. Like bosib obuna olib qo'yaveramiz. Oyoqdan ham ha. Aytilishi 18 million bo'lyapti ekan, bo'g'oz deyapti egasi. Aka, nechinchi qoringa bo'g'oz? 4-chi qorin. 2 oylikmi? 3 oylik. 3 oylik. Garantiya tekshirilganmi? Tekshirilgan. Garantiya bilan ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Sekin-sekin aka. Qanday narx-navolar? Narx-navolar bugun yaxshi, xudo. Yaxshi. Assalomu alaykum. Sahrodagi bo'ron, tog'a. Olib qo'ydim o'zingizda ham. 18 million aytilishi ekan. 3 oylik bo'g'oz deyapti. Bo'g'oz deyapti. Ha. Bozor qancha qildi so'raychi? Tog'a, bozor qancha qildi buni? 15. 15 gacha qildi, berilmabdi. 15 so'rayapsizmi aka? 3 oylik bo'g'oz. 3 oylik bo'g'oz. Telefon nomer aytasizmi? 99 145 80 23. Akalar nechta tuqqan aka bu? 4 ta tug'gan. 18 million so'm aytilishi ekan bu ham. Orqalarini qarang. Surday dedi-ku. Etlari yaxshi ekan lekin molchan. Bozor nima qildi ekan buni? 16 gacha so'rar. 16 milliongacha so'rabdi. Qayerda mol aka? Sho'rdik-a? Dastavka bormi kelsak? Nomer berasizmi? Bozorda sotamiz, ha? Ha, aka, charchamang mayli. Samarqandning Paxtash tumani mol bozorida bozor qizg'in akalar. Ertalabdan mana atmosfera salgina sanjablashdi, lekin narx-navolar yaxshi. O'tgan haftaga qaraganda ham zo'r mollar tushgan bozorda. Bir-biridan chiroyli, mana sifatlari zo'rladi. Aka, nech pul ekan bu? 26 deyapti. 26 million aytilish. Tug'magan-a? Yo'q, hali buzoq. Hali buzoq. Tish buzgani yo'q. Tish buzgani yo'q. Bozor nima so'ra? Buzoq 23 so'rayapti. 23 gacha savdo bo'lyapti. Itlari yaxshi, qop-qora mana. Orqalari ham chotki turibdi mana. Zo'r. Telefon nomer beramizmi? Sotiladi. Bozorda sotiladi, ha? So'rayaptilar. Yaxshi akalar, yurakchani qizartirib, do'stlarga podesta qilishga juda ham xursand bo'lamiz. Nech pul aytyapsiz aka bular o'zi?
15,5 baho qo'ydik, unisi 16,5. 15,5, 16,5 baho qo'yildi. Buni ojinchalar akalar ko'ringizlar. 15,5 ga 16,5. Sog'lik ekan, yaxshimisiz xola? Mana desa hamma bola chiqib ketdi. Bozor nima so'radi? 14 million turist 14 so'rayapti. million turist, 15 million 300 so'rabdi. Bo'ylari taxminan 1.20, 1.25 gacha kelib qoladi. Plus minusida akalar, kamida shuncha. Buni ojinchalar. Aka qochmagan hech qaysi. Qisira hali. Telefon nomeri aytamizmi? Nomer. Nomer esa o'xshamaydi. Mayli aka, savdo bersin. Ayting hay. 99 076 76 21 ha? Mana. Akalar sifatlarga e'tibor qiling. Aka nech bilan baho qo'yasiz bularga? 19 milliondan bir joyga. 38 millionmi? Shunday. Qochmagan ha? Bozor nima so'radi? 30 million bir joyda so'rayapti. 34 million 500. Ha, bir joyga. Shunda donaga 17 million 250 ming so'mdan chiqardi ekan. Ha, aka. 17 million 250 dan. Yaxshi, yomon emas sifatlari. oldida. Mana buni bo'ylari ham anchakin uzun ekan. Zo'r. Aka qancha so'radingiz hozir mana shunga? Yaxshi bola savdo qiladi. Siz so'radingizmi, nech pul so'radingiz? 16 million so'm so'radingiz. Sal ozroq yarasi bor ekan, ha? Ha, xuruchasi borda. Ichida bo'lyapti. Shuni ichida. Nima hech kim bermaydi. Shunda bu bezararmi? Bezarar, xurru. Bezarar. 16 millionga berilmayapti. Sherigacha nechta chiqqan aka bu? Sheriga 5-6 tuqqan bo'g'oz aka. Mendan ham kattami deyman, ha aka? Mana aka. 6 oylik bo'g'oz ham. Nech pul so'radingiz? 15 so'rayapti aka, 16 bo'lsa beraman dedi. 15 so'rayapsiz. Ya. Bozor 15 so'rayapti. 16 bo'lsa beriladi. Mana. Narx-navolar shunaqa. Dastavka bormi? Dastavka bor, O'zbekiston bo'yicha. Nomer aytamiz, ha? 94lik. 94lik 485 0096. 485 0096. Hamma ko'kchalar qancha bo'libdi? 15 millionga 17 million so'm. Mana bu qorasi 15, olasi 17. Bo'ylari biri 10lar kelib qoladi akalar. Bozor nima so'radi, amak? Bozormi 28,5 so'rayapti. Bir joyga 28 million 500. 14 million 250 ming so'mdan to'g'ri kelyapti har biriga. 14 million 250. Yeb-ichishi sog'lig'i garantiya. Qayerda mollari? Pastarg'om. Pastarg'om. Dastavka bormi? Samarqand bo'yicha. Bor. Nomer aytasizmi? 93lik. 93lik 228 228 70 68. 70 68. Ma'qul kelsa bermagan narxingizga berasizmi? Hozirroq qo'shadi berasiz, ha? Zo'r. Buzoqchalar nech pul bo'lyapti aka? Buzoqchani 13 million so'm deyapmiz. Ko'kcha? Ha, 13 million 12 million 500 so'rab savdo qilyapti ekan. Yeb-ichishi sog'lig'i garantiya 100%. Bo'ylari 90 dan 95 gacha, shu 1 metr atrof kelib qoladi. Bular sizdan emas, ha? Yo'q, bizdan emas. Azjon kengman sizingizdan. Jiyan nech pul bo'lyapti bular? Sotildi, qancha ketdi? 13,5 dan 4 talasi bir joyga. Qaysi? Bu ikkita, mana bu ikkita 13 million 500 dan ketdi. Hammasi ho'kizcha. Chiqdi bu. Beramiz telefon qilamiz. Zo'r. Akalar, qo'zi sizonning pallasidamiz. Savdo ham bo'lib turibdi. Nech puldan bo'lyapti ekan bular? Chef, qanchadan bo'lyapti? 3,5 million so'mdan savdosi bor ekan.
Samarqand paxtachi mol bozorida 3,5 million so'mdan savdosi bor. Sifatlariga e'tibor qilib, hammasi yaxshi bo'ladi, o'rtacha. Bular kimdan ekan? Akalar, bular kimdan ekan? Sizlarmi? Nech puldan bo'lyapti? Qancha sotdingiz? 26 million. 2 million 600. 2 million 650 dan 26 dona bir joyga baraka bo'pti. Like bosib, obuna olib qo'yaverasizlar mana. Shunaqa narx-navolar. Qo'zilar nech pul bo'ldi aka? Qo'zilar qancha bo'ldi? 2 million so'mdan 4 million so'm bir joyga. Sal narx tushib qopti. Mana. 2 million so'mdan 4 million. Bozorda nima so'ra? 1,5 danmi? 18 dan so'ra. Nurek! Urg'ochimi, qo'chqormi? Bitta urg'ochi, bitta qo'chqor, ha? Zo'r. Bitta urg'ochi, bitta qo'chqor. 3 millionga bir joyga ketdimi? Bermaysizmi? Qayerdagi mollar? Narpaydan, ha? Dastavka? Ha. Yo'qmi? Telefon nomeri ham yo'qmi? Telefon nomeri yo'q, hay. Qo'zilar akalar, urg'ochi ikkalasi ham 2 million 600 ming so'mdan aytilyapti ekan. Biri sal kattaroq, biri sal kichikroq. Mana Simjun deydimi? Nima so'ra aka bozor? 23 ta so'ra bir joyga ikkalasi. 2 million 300 dan bir joyga so'ra. 2 million 600 dan aytilishi. Qayerdagi aka bo'lar? Xatirchi qo'yib Xatirchi qo'ybesh. Dastavka bormi? Dastavka bor. Yana topib berasiz, ha? Nomer ayting. Nomer 95lik 95lik 027 027 4296. 4296. Zo'r. Akalar, shak qo'yamiz. Baraka bo'ldi hozirgina. Akam 3 million so'mga oldi, o'zingiz olmaganmi aka? Olganga ham, sotganga ham barakasi bersin mana. Shak qo'yamiz, baraka bo'ldi mana shu. Mana. Qo'zilar nech puldan bo'ldi, amak? Qo'zilar 2,5 million. 2,5 milliondan aytilish. Urg'ochi, qo'chqor, Bari qo'chqor. hammasi qo'chqor. 2,5 milliondan aytilishi. Bozor nima so'ra? Bozor 2 million 150 million so'ra. 2 million 150 dan. 2 milliondan ketdimi bir joyga? 2 milliondan. Yo'q. Aka, nech pul sotildi bu? Voy, o chang ketdi. Aka, nomer aytingchi. 93lik 93lik 530 530 8607. 8607. Gaplashamiz.